Kabobom anaqa keling. Ha, Shahzodaxon, tinchlikmi? Nima Ha, bo'ldi? tinchlik, hamma sizga gapirib yuribdi. Nima Bosh deyishyapti? og'rig'ini qoldiryapti, bel og'rig'ini qoldiryapti, oyoq og'rig'ini qoldiryapti, hujama qilyapti, dardlarimiz yengil bo'lib qo'yapti deb hamma sizga gapirib yuribdi. Shu gaplar rostmi? Ha, rost. Menda muolaja olib ketganlar hammasi maqtab ketishyapti. Qani, men ham bir bugun muolajangiz bilan hamma yo'g'imni zo'r qilib qo'yingchi, keyin men ham dugonalarimga sizni tavsiya qilaman. Oyi, joningizga shukr, yuring ketdik. Dugonajonlarim, agar men hozir kirib, hamma masajlarini, hamma odamlar gapirayotgan hamma masajni olaman, og'riqlarim qolib shifo topsam, sizlarga men tavsiya qilaman. Qani, ketdik. Rahmat. Iloyim qo'lingiz dard ko'rmasin. Yuziga, beliga, yelkasiga qo'lingiz tegsa, o'sha joyi shifo bo'lsin. Klientlaringiz ko'p oldin masaj siz bo'ling. Allohu akbar. Men rahmat. Arzimeda Shahzodaxon, menda bitta taklif bor. Qanaqa? Agar xo'p desangiz, sizga, menga obuna bo'lganlarga mana shu videoyimizga chiroyli kommentariy yozib, qancha ko'p layk yig'sa, shu nimamizda, ayolimizni yoki qizimizni soch spa muolajamizni tekinga qilib bermoqchiman. Nima deysiz? Katta rahmat. Dugonajonlarim, qarang. Mana shu hamma masajimiz necha pul bo'ldi, marhamat bo'ldi? Soch spa muolajamizni qo'shganimizda 250 ming bo'ldi. Dugonajonlarim, 2 kun uyda obed qilib, 2 kunga obed pullaringga maza qilib masaj jasalaring bo'ladi. Men ham juda ham yoqdi. Xuddi boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldim. Onam boshqadan tug'ib qo'ysin ekan deb ham. Marhamat opam dilakasasiga kelsak, dugonajonlarim, Madina Shopda 2-etajida, markazda hech ketga qidirib bormaysizlar. Kelsalaring marhamat opamni chetdan topasizlar. Meni nomimdan kelsalaring 30% chegirma qilib beradi. Telefon raqamlarini qoldiraman, Instagramlarini atmetga qilaman. O'tib ishlarini ko'rib, o'zlariga aloqaga chiqib, bemalol narxlarini kelishib olsalar bo'ladi, dugonajonlarim.